Assalomu alaykum qadrli muxlis, kanalimizga xush kelibsiz. Yigitali Mamajonov Rayhon G'aniyevaga o'z hirsini qondirish uchun uylanganini tan oldi. Eng so'nggi va sara yangiliklarni birinchilardan bo'lib tomosha qiling. Kanalimizga obuna bo'ling va like bosing. Biz esa boshladik. Yigitali Mamajonov uzoq tanaffusdan so'ng nihoyat intervyu berishga qaror qildi. U shunday deydi: "Yoshlik chog'imdanoq birinchi bo'lishga harakat qilganman. Mahallamda birinchi, maktabda birinchi, qarindoshlarim ichida ham birinchi bo'lishga harakat qilganman. Bu meni erkak sifatida mukammal shakllanishimga yordam bergan. Hech kim tegishi mumkin bo'lmagan o'zimning shaxsiyatim bor. Bu mening erkaklik g'ururim. Men to'g'risini tan olib aytaman. Men birinchi ayolimga shoshilib uylanganim sababi harom yurishdan qo'rqaman. Bu menga yuqmaydi, barakam ketadi. Problemalardan boshim chiqmay qoladi. Rayhon bilan to'yim bo'lishini bilgan hamma tanishlarim, qarindoshlarim, shuningdek onam ham jiddiy qarshilik bildirganlar. Sen istayotgan hayotni, sen o'ylagan hislarni ikkinchi jufting ham o'ylashi kerak degan oyimlar. Sen tasavvur qilgan hayotni bera olishga ishonasanmi deganida katta gapirganman va ha deganman. Bu gapimdan ancha afsuslandim. Avvaliga turmush o'rtog'ini qoralagan Yigitali Mamajonov keyinchalik o'zining xatolarini ham aytib o'tdi. Men uylangan chog'imda men tarafga ataka bo'lyapti deb o'ylaganman. U o'zini fikrini, hayot tarzini menga ko'rsatmoqchi bo'lganda, meni g'ururimga tegmoqchi deb o'ylaganman. Agar men hozir shu narsaga xo'p desam, keyin barcha o'zimni prinsiplarimdan voz kechishimga to'g'ri keladi deganman xayol bilan. Birinchi turmush o'rtog'imdan so'ng ikkita ayolga ham uylandim. Ayollar umuman boshqa narsalar to'g'risida o'ylab, boshqa narsa haqida gapirar ekanlar. Ularning ko'p qiliqlariga ko'z yumish kerak ekan. Mayli-da, ayol-da deyish kerak ekan. Agar hozirgi aqlim bo'lganda, balki hayotim boshqacha bo'lardi, deydi Yigitali Mamajonov. Yigitali hozirgi ayoli Muqaddas Sa'dullayeva haqida ham keskin gapirdi. Oilada erkak kishining o'rni bo'lish kerak. Erkakning aytgani aytgan, degani degan bo'lish kerak. Aqlli ayol bunga itoat qilib yashaydi. Muqaddas ham shunday, men chiqargan qarorlarga qarshilik qilmaydi. Jurnalist shunday deb savol berdi: Muqaddas Sa'dullayeva ijodga qaytadimi? Yigitali shunday deb javob berdi: Hozir siz mening oilam buzilishiga sababchi bo'lib qolishingiz mumkin. Bunday gaplarni nima keragi bor? Oilamni tinchi yo'qoladi. Muqaddasning poyezi ketib bo'lgan. U san'atga boshqa qaytmaydi. Agarda oilam tinchini buzilishini xohlamasangiz, menga bunday savollar bermang, deb Yigitali Mamajonov keskin javob qaytardi. Bundan ko'rinib turibdiki, Muqaddas Sa'dullayeva o'z sevimli kasbidan ham turmush o'rtog'ini va oilasini deb voz kechgan kuchli, matonatli ayollardan biri. Yigitaliga shunday deb savol berildi: umumiy olganda 6 ta farzandingiz bor. 6 ta farzandingizni ham birdek ko'rasizmi? Hozircha ilojim yo'q, moddiy tarafdan emas. Umumiy qilib gapiraman, iloji yo'q. 3 ta farzandim oldimda, shularga o'zimni mehrimni ko'rsatyapman. Qolgan farzandlarimga kelsak, ular katta bo'lib aqlini taniganda albatta oldimga kelishadi. Birovlarning men tarafga otilgan har xil bo'xtonlariga quloq solmaydi va o'zlari xulosa chiqarishadi degan umiddaman. Muqaddas Sa'dullayeva ham Rayhon G'aniyevaga nisbatan do'stona munosabatda ekanligini bildirib o'tgan. Shunday bo'lsa-da, ammo Rayhon G'aniyeva biror marta Yigitali va Muqaddas tomoniga hech qanday gaplar gapirmagan. U hech qaysi intervyusida birinchi oilasini gapirmaydi. Rayhon G'aniyevaning ikkinchi turmush o'rtog'i Farhod Alimov 3 ta birinchi oilasidan farzandlari bor. Ammo Farhod Rayhonga turmush qurishini taklifini bildirganda hech qachon bolalarini tashlab qo'ymasligini, hatto ular bilan barchasi birgalikda vaqt o'tkazishini, uning yagona talabi shu ekanligini aytib o'tgan. Rayhon bunga hech qanday qarshilik bildirmagan. Hozirda ular qanaqadir tadbir,
Sayohatlarga, hattoki Rayhonning konsertida ham Farhodning uchala farzandini Rayhon bilan birgalikda ko'rishingiz mumkin. Ular Rayhonni bolalari bilan haqiqiy aka-ukalardek katta bo'lmoqda. Rayhon ham bundan xursandligini yashirmaydi. Men Rayhonni bunchalar qalbi kengligidan ba'zida hayratga tushaman. Agarda mening farzandlarimdan birortasi kasal bo'lganini eshitsa, u har qanday ishini tashlab, farzandlarimni uyimizga chaqirib, ularni davolashga harakat qiladi. Agar tushkunlikka tushganini bilsa, ularni bu holatdan chiqarishga urinadi. Axir mening farzandlarim Rayhonga o'gay-ku. Buni qanday qilib samimiy uddalaydi? Buni aqlimga sig'dirolmayman, deydi Rayhonning ikkinchi turmush o'rtog'i Farhod Alimov. Yaqindagina Rayhonga shunday deb savol berishdi: "Ikkita o'g'lingiz bor, qiz farzand ko'rishni xohlamaysizmi?" "Albatta xohlayman, hattoki bugun ham gapirdim men Lalichka xohlayman deb, ammo turmush o'rtog'im bunga qarshilik bildiradilar." Rayhonning turmush o'rtog'i ham jim turmadi. "Menimcha farzand bu mas'uliyat. Men farzand ko'rishni xohlayman deb 6-7talab farzand ko'paytirishni nima keragi bor agar unga vaqt ajratib mehr berolmasangiz? Hozirda bizning 5ta bolalarimiz bor. Shularga mehrimizni, pulimizni va tarbiyamizni ajratsak ham katta gap. To'g'ri, farzandlar yoshligida juda shirin bo'lishadi. Ammo katta bo'lgach ularning ham xohishlari, o'zlarining prinsiplari paydo bo'ladi. Bularga yechim berish va turib bera olish juda qiyin. Shunga men yo'q deyman, bunga qarshilik bildiraman. Rayhon har doim men bola xohlayman deb aytadi. Lekin men unga jiddiy qarshilik bildiraman. Farzand bu mas'uliyat." Aziz muxlis, o'z fikr va izohlaringizni kommentariyalarda yozib qoldiring. Sizlardan obuna va layk kutib qolamiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr, salomat bo'ling.